Tasavvur qiling, onani qo'lidagi chaqaloq, xuddi shu ona qo'lidagi chaqaloqdaqa bo'ling. Siz haqingizda, sizni hayotingiz haqida, sizga kerakli bo'lgan barcha ehtiyojlaringiz haqida allaqachon g'amxo'rlik qilayotgan kuch bor. Odamlar nima deyotganiga, ularni gaplariga quloq solishga hojat yo'q. Ular ham xuddi siz qaytganingiz kabi holatga qaytish kerak. U degani boshqa odamlarning qo'rquvlari, maslahatlari, sizni qanday yashashingiz keragi haqidagi tasavvurlariga, sizni qanday bo'lishingiz keragidagi tasavvurlariga bo'ysunishi shart emas. Aslida har bir inson ham o'sha tabiiy ishonch asl holatiga qaytish kerak. Muqaddas kitobda aytilishicha, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Ya'ni u degani go'daklik holatingizdagi asl tabiiy xilqatingizga qaytmagunizcha rahmatga erishmaysiz degani. U degani yosh bolalardaqa hech narsani bilmaydigan sodda holatga qaytib qolish kerak deganimiz. U hayotni o'zicha nazorat qilishga, kontrol qilishga urinayotgan, hamma narsani boshqarishga intilayotgan, menlayotganini tanish, menidan uyg'onish, asliga uyg'onish. Hamma narsani bilishga, oldindan rejalashtirishga, voy keyin nima bo'larkin deb xavotirlanishga ehtiyoj qolmaydigan asl tabiiy holatga qaytish. Shunda siz hayotda ko'rasizki, barcha narsa o'zidan sodir bo'ladi. O'zidan o'zi ochiladi, spontan ravishda, qo'qqisdan o'zidan o'zi sodir bo'ladi. Haqiqiy ruhiyatdagi inson, haqiqiy inson u qanaqa bo'ladi? U kibrsiz, o'zini alohida menidan uyg'ongan, butkul qudratli kuchga taslim bo'lgan, unda g'oyib bo'lgan. Go'dagam onasini qo'lida tasavvur qiling, shu qadar ishonib, hech narsani g'amisiz ulg'ayadi. Insonda Xudoga bo'lgan ishonchi ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Keyin nima bo'lar ekan deb o'ylanishga hojat yo'q. Mana daraxtni oling. Daraxtdan keyingi mevasini qayerda tuksam ekan, qanaqa qilib tuksam ekan, bargimni qayerda to'ksam ekan, qanday yetishtirsam ekan deb rejalashtirmaydi, g'am qilmaydi-ku, to'g'rimi? U shunchaki mavjud, u shunchaki gullaydi. Siz ham xuddi oddiy mavjud bo'ling, shu daraxt kabi. Gullang. Shu ochiling. O'z holingizda, asl holingizda bo'ling. Xuddi ota-ona parvarishlayotgan farzandini, ona uxlayotgan go'dagini qo'lida qanaqa g'amxo'rlik bilan parvarish qiladi, ushab turadi. Hayot ham xohlasangiz Xudo deng, siz haqingizda xuddi shunday sizni barcha ehtiyojlaringizdan ogoh, sizni shunaqa ushlab turibdi.